Peygamber zamanına bir gün bolsun yakın yaşaş büyük bir fazilet. Bu faziletke Allah yaxşı görgen ve Allah'ın yaxşı görgen kişilerle müyesser bolalıdı. Bu zamanlarda ilim, hikmet ve ictihatlı yüksek neticeye erişken nurgun gigant alimler yetişken idi. Ama şu allameler arasında bösüp çıkıp ümmetki imam bulup tonuluş faqatla Allah nasip kılgan bir qancha kişiga nasip bolgan idi. Şularning biri del İmam Malik rahimahullah'tur. İmam Malik rahimahullah Hicriye 93 yılı şu zamanның ilim ma'rifat bulaqlarından biri bolgan Medine şäherinde dunyoga kelgan bolup, ani şu bulaqdan qanib içishga müyesser bolgan idi. O kişinin ailesi hadis tadqiqati bilan shug'ullanuvchilardan bolup, cho'ng dadasi Malik ibn Abi Amir tabiinlar ichidagi büyük alimlardan hisoblanadi. Balliq chaqlarida Qur'on Karimni to'liq yodlab bo'lgan, ziraklik va chechanlik bilan alohida ko'z ko'ringan İmam Malik mana shundoq ilm bo'stoni ichida o'sib yetiladi. Qur'on Karim yodlab bo'lgandan keyin hadis yodlashga boshlaydi. Hadis yodlash jarayonida u kishining hadis ilmiga bo'lgan yuksak ishtiyoqi, ilim so'rovlariga va katta ulamolarning huzuriga berishga va ulardan ilm o'rganish va hadislarni yodlab xotirlashga turtki bo'ladi. İmam Malik shuningdan boshlab nurg'un ilm so'rovlariga qatnashishga boshlaydi. Shu so'rovlarda Rabi'a, Ibn Shihab Zuhri, Hurmuz, Ibn Nafi', Zayd ibn Aslam ve ulardan başka nurgun alimlerden ilim alıdı. İlim denizde çoğunqur çökken bu zat, İslam tarihideki tunca hadis kitabı hesaplandığın Muvatta namlıq meşhur kitabını yazıp çıkıdı. Şundaqla bu kitap, Peygamberimizin hadislerini toplayan tunca kitap olup hesaplandı. Muvatta fiqhi tertibiyle yazılan kitap olup, öz zamanındaki Halife Harun Reşid bu kitabını barliq şehirlerge tarqitish ve Kabe Şerif'e isip qo'yishni İmam Malik'e aytganda, İmam Malik İslam zaminlarining kengayib ketganligi, barliq shaharlarning o'zlariga xos urf-odatlarining barligi, bunda qilganda kishilarga qiyinchilik bo'lib qolganligini ko'zda tutib, bu taklifga qo'shilmaydi. İmam Malik nihoyat farosatli va sabrchan kishi edi. Bo'libmi, fatvo masalalarida intayin samimiy bo'lib, Allohdan intayin qo'rqatdi. Biror kishi u kishidan fatvo so'rab kelsa, siz avval ketib turing, men izlanib andin javob beray deb yo'lga solatdi. İmam Malik bergan har bir fatvolarda Qur'on Karim, hadis, icma, qiyas, Medine ahlining amali, istihbab, saddu zara'i, urf-odat va istihbab qatorliq manbalarga tayanatdi. Ilmda yuksak bir o'ringa chiqqan to'rt mazhabning biri bo'lgan Maliki mazhabining peshvosi İmam Malik haqida u kishining zamondosh ulamolari intayin yaxshi baholarni berishgan edi. İmam Shafi'i rahimahulloh mundaq deydi: İmam Malik Allah Ta'ala'nın tabiinlardan keyinki bandlarga ato qilgan dinning yultuzi va hujjatidir. İmam Malik ve İbn Uyeyne bo'lmagan bo'lsa, Hijaz diyorining ilmi ketib qolgan bo'ladi. Abi Qulabi rahimahulloh İmam Malik o'z zamonasining eng hofiz kishilaridan edi. U kishining as tutish qobiliyati kishini haqiqatan hayron qoldiradi degan. Allah Taala İmam Malikqa odatdan tashqari as tutish qobiliyati ato qilgan bo'lib, bir kuni hadis olimi Ibn Shihab Zuhridan yezib olmasdan 31 hadis anglab, birozdan keyin ustoziga biror hadisni qoldirmay deb beradigan edi. İbn Mahdi bu kishi haqida men İmam Malikdan bakrak aqlliroq kishini ko'rib boqmadim deydi. İmam Malikning qalbi hikmat, ixlos va taqvoliq bilan bezalgan edi. U kishi ilmni Allah uchun o'rgangan bo'lib, o'zini shaxsiy g'araz va havo havaslardan saqlab, faqatla haqiqat yetish uchun atagan edi. İmam Ahmad ibn Hanbal, İmam Navavi ve İmam Zahabi qatorliq mashhur olimlar İmam Malik haqida yaxshi baholarni berishgan va uning ilmda pishib yetilgan, mas'uliyatchan, taqvodor, abid kishi ekanligiga guvohlik berishgan. İmam Malikning fazilatlari va u kishi haqida olimlarning bergan baholarini sanab bo'lolmaymiz albatta. İslam ulamolari İmam Tirmizi, Hakim ve İmam Bayhaqi qatorliq muhaddislar rivoyat qilgan kishilar ilm talab qilish yo'lida to'galarni qattiq chib turdi. Lekin ular Medine alimlaridan ma'lumroq kishini topolmaydi degan hadisdagi Rasululloh xabar bergan olim İmam Malikdir deyishadi. Maliki mazhabi İmam Malikning taliblarining harmay tirishchanlik qilishlari va İmam Malikning mashhur kitobi bo'lgan Muvattaning ta'siri bilan gullangan. Maliki mazhabi vujudga kelgan tunji o'rin Hijaz zamini. Shundaqla İmam Malik hayot vaqtida Misrdan tarqalgan. Hozir bo'lsa Shimoliy Afrikadagi arab davlatlari, Tunis, Algeriya, Marakesh ve ko'pincha Afrika musulmonlari bu mazhabni tutib mangadi. İmam Malik hayotining oxirida qattiq kasalga mubtalo bo'ladi va shu kundan e'tiboran masjidga kelolmay qoladi.
Lekin u kishining taliblari va fatvo so'rg'uvchilar u kishining uyga berib ilm oladi va masalalarni so'rab turadi. Imom Malik ana shu kasal holatda turib, nurg'un kishilarga dars berdi va fatvolarni berdi. Imom Malik o'zining kasal haqida hech kimga o'ylab boqmaydi. Butkul hayotini Allohning sinoqlariga sabr qilish bilan bu dinning xizmati uchun o'tkazadi. Dunyoga ilm nurini chachqan, musulmonlarga qanday sabr qilish, tirishish va himmat qilishni o'rgatgan, qiyamizning eng buyuk turuklaridan birini turg'izib bergan ulug' mujtahid Imom Malik Hijriya 179-yili kasal sababli vafot bo'ldi. Allah Imom Malikdan rozi bo'lsin. Shundoqla bu dinning yulduzi bo'lib, butun islom ummatiga nur chachqan barcha olim ulamolardan rozi bo'lsin va o'z rahmatiga olsin.